Faqat hozir yonimda 120 dan ortiq asalari oilasi bor. Eng qizig'i, ular bilan ishlayotgan bolalar oddiy maktab o'quvchilari. Asalari dunyosiga qanday kirib kelgansizlar? Dadam 20 yildan beri asal bilan shug'ullanadi. Men ham yozgi ta'tillarda 2 yil bo'ldi dadam bilan yordamlashaman ta'til vaqtida. Asalarilar sizlarni chaqmasligi uchun ular bilan til topisha olasizlarmi? Tutatgich bor bitta, ana shuni ichiga go'ng, taxta, ana shunday narsalar solib yonida tutatamiz. Ana shunda ular tinchlanib bizni chaqmaydi. Asalarilar bilan ishlash birinchi marta qanday boshladingiz? Chaqadi deb qo'rqandim birinchida. Bittar keldi, birinchi meni chaqdi, keyin ikkalasini peshonasidan chaqib oldi. Uchalamizni ham chaqdi. Peshonamni chaqdi, uni o'tib ketdi. Chaqqandan keyin nima? Birorta malhammi yoki dorimi, nima qo'yish kerak? Muzak narsa bo'ladi. Ana shu muzni, ana shuni bosib tursa, ana shu keyin ketadi, ana shu ishib chiqqan joy. Asalni ta'mini tatib ko'rib, uni qanday guldan olinganligini bilib olishingiz mumkinmi yoki yo'qmi? Bo'lishi mumkin. Mayizga asal tahrirroq qora bo'ladi. Yantoq asal choydan bo'ladi. Choy bilangi bo'ladi. U asal oqloq bo'ladi, mayizga bo'ladi. Ana shundan bilvosa bo'ladi. Asalarilar eng yaxshi ko'radigan gullar qaysi gullarni yaxshi ko'rishadi? Hammasi. Hammasi. O'tdan ham asalasi bo'ladi. Paxtadan asal olsa bo'ladi, guldan chang oladi. Dadangiz sizga asalarichilikning sir-sinoatlaridan o'rgatayotgan bo'lsa kerak, bittasini menga aytib bera olasizmi? Bittasi uni asarini silkitganda hamma asar chiqib ketadi. Uni tuxumlarini olib turish kerak. Ular tuxumlarni olmasa, ular tepaga ko'tarilib, uni asal to'plamaydigan asallar bo'lib chiqadi, keyin umuman asal to'plamaydi. Shuning uchun ular kesib tashlash kerak. Asalarilar orasida malika ari bor ekan, ya'ni ona ari. U haqida qanchalik ma'lumotga egasizlar? Uni dumi uzun bo'ladi, boshqalardan ajralib turadi ham. U faqat chiqmaydi ko'chaga, tuxum qo'yadi. Bir xil uylarda onasi yo'q bo'ladi. Shunga ular onasi chiqayotganda tuxumdan tanasi bilan ketadi. Onasi yasaganda ular. Demak, agar malika ari bo'lmasa, qolgan arilar ham uchib ketadi, to'g'rimi? Nazoratga olinmaydi, tuxum qo'yilmaydi ham. Kelajakda mana shu ota kasb bo'lgan asalarichilikni davom ettirmoqchimisizlar? Qanday kasbga ega bo'lsak ham baribir bo'sh vaqtimizda asalarichilik bilan shug'ullanib turamiz. Asal arilar bizni mehnatsevarlikka o'rgatadi. Bugungi qahramonlarimiz esa mehnatni yoshi bo'lmasligini isbotladi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi sarguzashtlarimizda ko'rishguncha xayr.